Assalomu alaykum. Bugungi qisqagina videomizda chizmachilikda ramka chizishni ko'rib chiqamiz. Birgalikda albatta. Xo'p, bizga kerak bo'lgan narsa birinchi navbatda uch xildagi chizg'ich oldim o'zimga. Va A3 A3. Ramka chizish qiyin emas, lekin zo'r. Bu yerdan bu yoqqacha, ya'ni bir tarafda faqatgina bu tarafda 5 mm dan 2 cm dan olamiz. Bu yog'ini 5 mm dan olaveramiz. Qolgan tarafda, ya'ni bu yerda tepani, pastda, o'ngda, chapda. Qani unda ketdik. Hop, mana ko'rib turganingizdek, ko'rsatish kerak qilay. Yorug'likni sal bundoqroq qilish kerak qilaman. Mana bu yoq 5 mm dan 2 cm dan bu yer 2 5 mm dan bu yer. Qolgan taraflari hammasi ya'ni 2 cm 5 mm hisoblanadi.